Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Rossiyadan qaytyapmiz O'zbekistonga. 1 yil mobaynida lozim ko'p ishladik. Garchi safarda yurgan, musofirda yurgan mo'min musulmonlar bizga sog' salomat, ota-ona, oila a'zolarini bag'riga moddiy va ma'naviy holatda qaytishlikni Alloh taolo o'zi rozi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Topgan pullarni yaxshi kunlarga, yaxshi ishlarga, yaxshi amallarga sarflash nasib qilsin. Sizlarga so'nggi daqiqalardagi videolarni ulash lozim deb bildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.